Shunday ibosi, hayosi bilan kirib keldi mana bular. Adamning shashliklari degan yangi proyekt chitir-chitirdan kutib olinglar. Domda turasizlarmi? Hovlinglar yo'qmi? Balkoninglar ham yo'q bo'lsa, lekin juda ham shashlik yegili kelayotgan bo'lsa, boshimdan o'tganda domda rosa shashlik pishirib ish olirdim. Mana решение. 140 ming so'm. 140 ming so'mga Qodir kesingizlarmi? Domda rosa shashlik qilgimiz kelardi. Senga mashina anaqdagi kiosk dedi. Da. Mana niyatingiz xolis deb papasi qarang, adamning shashliklari, onamning patirlarimi nimadir iboka. Bir nima o'rgating biznes qilishni biz bechoralarga ham, blogerlarga. Onamning patirlarimi, pirashkilarimi, buvimning bir nimalari. Bo'ldi qizlar, mana qaranglar. Chotki. Domga zo'r ekan. O'shani aytibman. Domdagi